Abu Said al-Xudriy radhiyallohu anhudan bu ulug' sahoba aytadi, biz Masih Dajjal haqida gaplashib o'tirgan edik. Oldimizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib keldilar-da, aytdilar: "Mening nazdimda sizlar uchun Masih Dajjaldan ham xavfliroq narsa haqida xabar beraymi? Ya'ni bir narsani xabarini beraymi-ki, Masih Dajjaldan ko'ra sizlarga xavfliroq." Biz ha dedik deydi bu sahoba. Shunda Rasululloh aytdilar: "Yashirin shirk. U shirk kishi namozi uchun turib dedilar. Boshqa odam unga qarab turgani uchun namozini zinatli qilishidir." Namoz o'qiyotganingizni ko'rib qolishuvdi, boshqacharoq turib olamiz. Odamlar ko'zi tushgan paytda namozini chiroyliroq qilishlikka, zinatliroq qilishga harakat qilish, birodarlar, maxfiy shirk deyiladi.